Paletning quruklarida gorizontali diametrlisini chiqish jarayoni. Maxsus shunaqa bo'lib, u yoqdan silo qo'shilgani chiqadi. Ulash jarayonini ko'rsatib boramiz sizlarga. Bu turbani yumshatib olish uchun, bir-biriga payka bo'lish uchun 220, 230, 240 gradusgacha issiqlikda chiqadi turbamiz. Har bitta bu o'rash ekkani sababi turbani uchini yumshatish, bir-biriga payka qilish. Yaqinroq olib keling operator. Ko'rdingiz, turbani mana shunaqa qilib yopishtirib olindi. Yo'qdan massa berishni boshladi, turba kirib ketyapti jarayoni. Vakuum datchigi, vakuum ko'tarilgandan keyin turba bir tekislikda ichkariga kirib boraveradi. Olib kelsa, suvni ham ko'rsatib qo'yamiz. Kirayotgan turba ichkarida suv bilan suzlatib atmosfera qiladi. Aynan kirayotgan turbamizni suv bilan shakl keltiradi. Liniyamiz 36 metrda turba bo'lib chiqadi. Ulaganimizdan keyin 36 metrdan keyin turbamiz shakli yumaloq shaklda bo'lib chiqishni boshlaydi. Bu gorizontali turbamiz, bu oxiri arramiz bor. Bitta kesib bering aka. Siz aytgan razmerda turbamizni kesib chiqarib bera olamiz. Bu yerda maxsus lazerimiz joylashgan. Gos bo'yicha qanaqa yozuv kerak bo'lsa, lazerda orqali yozib beriladi. Ko'rayotgan turbangizda bugungi chisloimiz gos bo'yicha turbani gosti, bugungi chislo aktiv polimer va 200 diametrli turba, stenkasi 11.9. Shu stenka bo'yicha stenkasini ko'rib olishaveradi. Agar xohlasangiz, firmaning nomini yozish kerak bo'ladigan bo'lsa, firmalarning ham nomini yozib bera olamiz. Sizga sifatli turba kerak bo'ladigan bo'lsa, aktiv polimerga murojaat qiling, biz yetkazib beramiz.